Ağilla. Ha? Ma bugun o'yinimizni tunji qetim qo'yamiz. Shunga sal hushyaroq bo'laylik, juma. Xotirjam bo'linglar va rostchag'andek bitimiz. Shundoq. Bu neni chilib shama qilib o'tma. Kelib qasqada qilaman. Ey, rost. Men sal qo'rqyapman jumadash. Ağilla, hargiz qo'rqmanglar. Xuddi aşı muzika institutida 20 yil o'qigan mahir sozandlardek hissiyat bilan kelaveringlar. Aldinglar? Qiziq gap qildiki. Muzika institutida 1 soatmi o'qimagan to'saq. Astagfirullah. O'qishning gapini qilsa. Men cho'ng bo'lganda neni birinchi qetib tutib bekishim adash. Men qo'yma kichikimda legenda dab qilib kelib kuylab ketganman. Ağilla, üzenglarga ishoninglar. Bo'lmas och qolamiz. Qolgan ishni o'zim to'g'rilayman. Qani, o'tiring. Tez. Men yerda o'tirmadash, men bejak o'tirdik ayama. Keyingiroq chaqsa, keyingiroq. Aldi olib ketdim. Ha, keyingiroq. Ha, bo'ldi. Denshir dab oldiroq o'tirib. Dikkat. Titirmay o'tirmamsiz. Dikkat etamiz, ha? Başlayımız, ha? Perde. Dikkat. Ha? Assalomu alaykum. Hurmatlik, aziz, kelishgan, qomatlik, muhtaram, istidodlik, kamolat yetgan xonimlar, apandilar, o'yinimizga kelgan muborak qadaminglarga muborak bo'lsin. Men bizning ataqliq, mahir, yetuk, mashhur sozandlarimizga vakolatan sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Aziz tomoshabinlarimiz, o'yinimizni ko'rishga aldirayotgan bo'lishi mumkin. Biz ham shu topda sizlarga nomerimizni taqdim qilmoqchi. Xalqimiz san'atini deb necha 10 yil chet ellarda o'qib soz pirlari qatoriga kirgan mashhur sozandlarimizning urilishida rak muqomimi, mushavirak muqomimi ish qilib men bilmadim. Muqomdan Ariyani diktorlarga taqdim etsak, qizg'in chavaq. Marhamat.
Barikallah karamet. Acep isil maharet. Kelvettinla acayip. Kulunla bolsun salamet. Rahmet. Rahmet. Halkımga rahmet. Rahmat sizga. Rahmat. Mening ismim Ahmad. Ahmad, sizga mi rahmat? Rahmat sizga. Rahmet. Muzu bizden nafıl yaşlı kadar. Voy, o'ng bo'lib qola. Rahmat sizga. Ay rahmet. Rahmet sizge. Kechirim. Telefon numaramiz bor, yozib bo'p ketadi. Kechiring, men telefon tutmayman. Voy, kechirim. Aziz tomoshabin. Turib turing. Sazandlarimiz qandaroq chaldi? Voy, ular bak yaxshi chilyapti. Ularni quliq datganmisin? Rahmat. Aldinglarmi? Mana bu xalqimning sizlarga bergan yuqori bahasi. Aziz tomoshabin. Bu sazpirlarimiz yani sizden hem tüvende o'ltirayotgan barliq aziz tomoshabinlarimizning huzuriga yani qandoq kuylarni taqdim etsin. Xalq ahanglardan yana birini chappasin. Xo'p bo'ladi. Sazandlarimiz xalqimiz yaxshi ko'radigan kuylarga chelib o'lib ketsak rozi. Shundaqmi? Marhamat. Men o'zining barlig'ini sizlar uchun atib etgan bu mashhur sazandlarimni tunishtirishimga ruxsat qilgaysiz. Mana bu kishi marhamat. Qo'lidagi mushu g'ijak bilan nikoh qilib, barlig'ini muzik ishlariga beg'ishlayotgan kompozitor mahiri, Kompozitor. ha, to'g'ri. Kompozitor ustasi To'xtibodek bo'ladi. O qanday qilsam xalqimga yanama esil kuylarni taqdim qilamankin deb, mushundaq to'liq g'amyab samirib ketgan. O bu yil 30 yoshga kirdi. Shundaqmi ustoz? Shundaq. Men shu topda xalqimni meni bu g'ijakni qandoq chavodirkin, davatamdikin deb hayajonga ketib borman. Barakallah. Rahmat. Ustoz, siz qaysi davlatda o'qigan? Men Toshkent davlatining O'zbekiston shahrida o'qigan. Barakallah. Siz necha yil o'qidingiz? Men 40 yil o'qidim. Anladinglarmi tomoshabinlar? 30 yoshga kirib turib 40 yil o'qish degan odatga odamning qo'lidan keladigan ish emas. Rahmat. Ustoz, siz nimani eng suysiz? Qo'limdagi skripkani. G'ijaknidan. Va g'ijak bilan xalqimni. To'g'ri. Ular ikkisi suyishga arziydi. Qani, mush ustozga yana bir olqish yangritib olsak, chavak. Rahmat. Marhamat. Hurmatli aziz qarindoshlar. Endi men sizlarga yana bir kishini, shundaqla sizlar hayotingizda ko'rib boqmagan mahir ney ustasi ham yetuk kompozitorni tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Rahmat, xalqim ming rahmat. Unim xir etim Ahmad. Çavukınlarga kömülüp kettim, çünkü men bak tunulup kettim. Barakallah. Neyçpirim, siz neyçelişini neçe yaşınızdan başlap öğrengen? Man anamның qo'shig'idan neychepli tushib kelman. Barakallah. Qarang. Mening kichigimda non deb emas, nay deb tilim chiqib ketgan. Yo, per, tug'ma qobiliyat ekansiz-da. Mening talantim tug'midimmi burun bo'lish kerak. Neyçpirim, siz tug'ilgandan tortib, ta hozirgacha xalqimizga neychilib xizmat qilib kelibsiz. Muzika ilmida ilm tahsil qilibsiz. Anlasam, Avropada 19 yil o'qibsiz, bu rostmi? Shundaq, men Yevropada o'qidim, xalqim uchun o'qidim, ney uchun o'qidim. Men neyni yaxshi ko'raman, xalqim uchun o'laman. Xalqim bilan neyimni ta o'lgich suyaman. Barakallah. Ustoz, siz muzika ilmida doktorlikni tamomlabsiz. Endi sizning yana qanday g'oyalaringiz bor? Shundaq, men xalqim uchun doktorlikni oldim. Endi qattiq tirishib, bakalavrlikni olmoqchiman. Anladinglarmi, aziz tomoshabinlar? Ustozim kamolat yetgan kompozitor ham muzikant bo'lishdan sirt yumorlik gapga shundoq usta ekansiz. Ustoz, siz mushu insoniyatning ma'naviyat uchun muzika ilmini tahsil qilaverib, jafoga chidab, davomli ilgarilaverib, ovozingiz mushundaq g'ishildab ketgan, bu rostmi? Yo'qsa. Mening ovozim tug'mi xar.
Yok. Anladınlar mı aziz qarindoshlar? Ustozimning hamma yeri tug'ma qobiliyatga ega. Xo'sh, sizga baxtiyor bo'lsin. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, endi men sizlarga mahir chalg'uchi, atoqliq chang ustasini tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bu zot ulug' olim, filosof. Ha? Köy ustozi buvimiz El Farabi'nin 38. avlodi El Zamani bo'ladi. Rahmat. Shundaqmi ustoz? Men naq shu qadiham bo'laman, qadiham. El Zamani da. Ha, men shu naq alzaman tug'ilgan. Men chang shunda ustamanki, chang ustaligimdan changning tanchital simining baliqi qarmayjalaman. Doğrusu ustoz nəhayət kamtarlik bilan gap qildi. Demişim o çang çağanı gözünü qısılıb çağaçqa, onun tarixinin ne çikelliği bilan asla hesaplashib o'tirmadi. Mana bu talant. Xo'sh, ustoz, sizning qanday arzu armonlaringiz bor? Men shu tomoshabinlar menga gul tutkichi naqla pul tutgan deyman. Samimiy gap qil. Ustoz, nima degan rostchil? Nima degan samimiy? Chunki o sizlar tutgan aşı pullarni saxovat ishlariga, yetim yesir maktablarga yoni qilmoqchi. Shundaqmi ustoz? Ey, men nima bunday qilaman? Siz shundoq demoqchi. Tomoshabinlar ham men bu nuqtani tunib yetdik. Shundaqmi ustoz? Shundaq deyapman. Menimcha cho'qim shundaqmi deyman. Putumu desam, Astagfirullah. shunday dedim. Ha, balle barakallah. Qani bu saxovatchi ustozga yana bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Sizlar bak. Hamma sazning aybini yap degan mashhur hikmatni anglaganmi? Agar anglagan bo'lsanglar, ana shu barliq sazlarning aybini yapadigan dap ustasi, shundaqla sazlarning erkisi ham qo'mondoni bo'lgan, shu xislatlik dapni chelishda nom chiqargan Şahin Şahni sizlarga tanishtirib o'tsam. Qani, ustoz, marhamat. Yaxşımısınlar hanım kızlar? Mening telefon nomerim 2857'de telefon qilinglar bir paytda. To'xtab qolsa telefoninglar echikdim bir hafta. Şahin Şah ustozimiz mushu muzik uchun yuragi, bag'ri, kavab bo'lib, dapni qattiq chelivergachga nervisi ajizlab ketgan. Ustozimizning nervisining tezroq asli kelish uchun bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Aman bo'ling ustoz, marhamat. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, endi huzuringizga xalq kuylari ham xalq naqshlarini taqdim etmoqchimiz. Sizningcha shunday qilsak bo'ladimi ustoz? Meningcha bo'lsa, mushavarak muqomini chaqan bo'lsa. Hey, mushavarak muqomini endi qachirilmagan tus nimani chalasa? Jimbatrava, nima qo'yishunchilikmi? Aziz tomoshabinlar, endi huzuringizda bo'ladigan bu cho'lpon Moskva Uyg'ur usul kafedrasida 11 yil muqomni tadqiq qilgan. O kelgisi Dünya Gazal Festivalida oltin medalga erishib, xalqimizga shon sharaf keltirmoqchi bo'lgan mashhur muqom shahzodasi kim edi? Kim edi? Kim edi? Ne bileyim ben ama. Ish qilib birsi bu maqti. Xalqimiz buni mendan burun faraz qilib bo'ldi deyman. Rahmat. Qani undaq bo'lsa, huzuringizda muqom shahzodasi, marhamat. Hürmetlik aziz tomoshabinlar, san'atkorlarimiz sizlarga inson xalq diskosi taqdim etadi. Chavak! Marhamat! In Russia long ago, he was big and strong. In his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror
was Russians. Rahmat. Xo'sh. Rahmat. Rahmat. Voy. Aziz tomoshabin. Nomus. Xalqni mushundoq aldashdan nomus qilmamsizlar? Bu gul bizning san'atkorlarga bo'lgan ko'nglimizdi. Haqiqiy san'atkorlarga gul sovg'a qilish kerakdi. Sizlar san'at sepiga so'qinib kirib olgan aldamchilar ekansizlar. Voy bundoq aldamchilik qilgandan o'zinglar loyiq ishlarni qilsanglarmamdi? Men bu gullarni bugun sizlar oldigan san'at suyar xalqimga tutdim. Maqinimni ben anlap oruqlab kiran bolduk da. Ovozim ichvetgidekli to'g'ri gap qildi jima. Güldümmi, puldummi, mo'yim gap qildi. Tas qapti va telefon nomerimni yezib latılashqin ha? Çıkmaymasam çıkafkam çolpan buluşa deb obdan çolpan boldum. Bo'ldiqlar. Hurmatlik aziz tomoshabinlar. Men do'stlarimga vakolatan sizlardan kechirim so'rayman. Biz shundoq va'da beramizki, buningdan keyin san'at sohasini qalaymaqon qilmaymiz. Har qaysi kasbni shu kasb ahllarining qilish kerakligini cho'nqur to'nib yetdik. Qushqash bo'lsa-mu, qassob so'ysin. Oltinni zaga so'qsin.